Robbim Alloh, dinim Islom, qiblam Ka'ba, kitobim Qur'on, payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, dilimda oyatu kalom, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. 18 ming olamni yaratgan Alloh, turg'azib qo'yibdi yerni Alloh, bo'ysundirib unga quyosh, oy va havoni, go'zal qilib yaratdi odam atoni. So'ng bu yerda farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo Azozil ketdi riyoga. Meni yaratding dedi olov nuridan, inson esa loy balchiq tubidan. Oldin bo'lib dars berdim farishtalarga, endi sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjiya parvardigor, berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli damg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badalg'a. Shunda ham insonga qilmasdan ta'zim, so'rardi Allohdan bir izm. Bandang tufayli shayton bo'libman, endi bir umr unga bo'layin dushman. O'rab olay bandangni to'rt tomonini, yemirib asta sekin qalb iymonini. Yuraman uning yurak qonida, ko'ramiz yurarmikan sening yoki mening yo'limdan. Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay hatto. Muqaddas kitoblar orqali yo'ling ko'rsatib, tanla haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bo'yib odamga qasd bo'lib shayton, qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan, momo havodan paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmi hayo, erkaklarda oru, ayollarda vafo. Bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh, qutqarib jaholatdan bandalarin, elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar, ulardan Muso, Iso, xullas kalam oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Hiro g'origa bordilar ibodat qilgani. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib. Nur bo'lib yoritgaysiz debon hayotni, qalblarga jo qildi ushbu oyatni. Iqror. Bismi robbikallazi xalaqa. O'qi, seni yaratgan Robbingni nomi bilan o'qi. Quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi. Shu kundan islomga da'vat boshlandi. Rasululloh da'vatda mahkam bo'ldilar, ummatim deb jonlarini fido etdilar. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhumolar chin ummat bo'lay deb alayhissalomga sahobalar yo'l oldi butun olamga. Sahobalar och yurdilar hamda yalang'och, majnuniy sifatida o'sgan soqol soch. Aytdilar, hoy inson, och ko'zingni och, jannatga intilgin, sen do'zaxdan qoch. Tovolar teshildi yo'l azobida, insonni saqlagin deb ko'r azobidan, qahraton qishlarda, yoz oftobidan, umid qilib Allohning savobidan. Zarurat bo'ldiki, bo'ldilar shahid, uylariga qaytmoqlik bo'lmadi nasib. Mujohid bo'ldilar olamni kezib, Alloh rahmat qilsin jannat qilib. Bizchi yo'ldan adashdik sarobga boqib, kofirlarga ergashdik aroqni ichib. Islomga qarshi jang qilib essiz, shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz. Ajib zamonlar bo'ldi, aka ukasini ko'zini o'ysa, jigarini ayamay so'ysa, muslimligini unutib qo'ysa, qiyomat bo'lib qopti Xudo xolasa. Kambag'al bechora ochlikdan o'lsa-yu, boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa, kofirlar o'lganlarning yaxshi deb bo'lsa, Xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa. Shaytonning yo'lidan asrasin Xudo, islom va iymondan qilmasdan judo. Bor ekan Alloh taologa haqiqiy shaydo, farzlarini vaqtidan kechiktirmay ado etaylik. Alloh harom qilgan narsalardan o'zni tiyaylik. Alloh halol qilgan narsalar bilan birga bo'laylik.